Assalomu alaykum barchaga. Bugun inson organizmida muhim a'zo hisoblanmish yurakni tekshirish eng samarali usullaridan biri hisoblanmish EKG Holting monitorlash, ya'ni uzoq muddat davomida EKG qilish, 24-48 soat davomida EKG qilish metodini afzalliklari haqida gaplashib o'tamiz. Sizda yurak urib ketishi, sizda yurak tez urishi, kutilmagan holatda nafas siqishi, bo'g'ilish yoki asoslanmagan bosh aylanishi yoki umumiy holsizlik kuzatilyapti. Siz shifokorga murojaat qilyapsiz. Sizni odatdagi elektrokardiogramma tekshiruvidan o'tkazyapti, ammo sizda hamma ko'rsatkichlar normada. Sizga muolaja qilinyapti. Sizga qilingan muolajadan keyin ushbu bezovtaliklar yo'qolmadi yoki samarasi kam bo'ldi. Bu usul orqali sizdagi kasallikka aniq tashxislash mumkin. Ya'ni odatdagi EKG 3 sekund 1 minut atrofidagi o'zgarishlarni ko'rsatsa, bu metod orqali 24 soat davomida kecha kunduz sizni elektrokardiogramma qiladi va siz aynan kechasi bezovta bo'lasizmi, soat 3 dami yoki ertalabmi, harakat paytidami yoki tinch holatdami sizdagi o'zgarishlarni qayd qilib boradi va siz ga to'g'ri tashxis qo'yish samarasi oshadi. Sizga berilgan dorilarning samarasini baholash mumkin. Bu tekshiruvga qanday ko'rsatmalar bor? Albatta, bu belgilarsiz kechayotgan aritmiyalar mavjudligi, yurakning notekis urishi, ko'krak qafasida noxush his, to'satdan yurakdan o'lim xavfi mavjud bo'lgan bemorlarda, ya'ni gipertrofik kardiomiyopatiya, QT oralig'ining uzayish sindromi, yaqinda o'tkazilgan miokard infarkti, surunkali yurak yetishmovchiligi, aritmiya bilan asoratlanganda, yurakning ritmi va o'tkazuvchanligi buzilishlarini aniqlash. Ya'ni noaniq sababli sinkopal, hushdan ketish holatlari yuzaga kelganda bu metod bizga qanday imkoniyatlarni yaratadi? Yurak ritmi va o'tkazuvchanlikni o'tib ketuvchi paroksizmal buzilishlarni tashxislash, toj tomirlar o'tib ketuvchi qon aylanishini buzilishini aniqlash imkonini beradi.